Arq buloqda birinchi qo'l skuterlar borligini bilarmidingiz? Okey, buni oilangizga olib qarang, yomg'ir ham tushmaydi-da. Va buni olib o'zingiz o'tirib ketdingiz. Bolangiz ko'plik qildi, sig'madi. Qarang, Tikodan sal kichkinaroq, lekin dizayniga gap yo'q. Na yomg'ir, na shamol o'tadi. Uni ustigacha hamma funksiyalari bor ekan. O'ngga, chapga, uni ustigacha orqada bolalaringizni ko'rib bog'chaga ham keyin tashlab kelaveradilar. Okey, o'zingizda jip bor. O'g'lingizga ham bir havas qilib, bitta sovg'a qilmaysiz, bu pulti ham ichida bor. Mana qarang, amazonlarni qarang, undan dahshati ovozi. Voy, qarang, mazza qilib olasiz. Bitta shundan o'g'lingizga olib bering. Xohlasangiz kattaroq bo'lsa, velosipedni zo'rlari shu yerda ekan. Mana qarang. Bundan tashqari mana ish qilaman desangiz, yo'lpetga chiqib kelaman desangiz, o'g'lingizga mana har xil turdagi skuterlar bor ekan. Xohlasangiz boru, kichkina o'g'lingizga ham mana mashina olib bering, yomon yoqdi menga. Eng qiziq tarafichi, keyin bilan mana musorga chelang tashab ketinglar deb, shuna qo'yib mahallam boshiga to'kib, yana kelib Muravedni oldingizga kelib xizmatingizni qiladi. Narxlari hamchi Junsongda shunaqangi skidga, shunaqangi birinchi qo'l ekan. Arq buloq kelib o'zingiz farzandlaringizga, tanishlaringizga, qiynalgan oilaga bir hadya qiling. Sizdan bir esdalik bo'lib qolsin. Aynan Arq buloq kelganingizda Junsongga kelsangiz, aynan mana shunaqa qarang, neobычный uyingizda bolalaringizga o'tiradigan, ayniqsa chaqaloqlarga nimaga ketayotganim skidga arzon ekan. Ishoning, men ham bitta shundan oldim. $400 dan $500 bo'lgan skuterlarni Arq buloqqa kelib xarid qilib xursand bo'lib keting.